Temur bobomiz shoh qirol bo'lgan bo'lsalar ham kambag'al bilan qo'rqoqqa tegmagan ekan. Shuning uchun Alloh u bobomizni martabalarini ulug' qilgan ekan. Hozirgi murojaatim shu Shukrullo domlaga murojaat qilmoqchiman. Damaslarda ahmoq deysiz. Bu damaslar to'g'ri yo'lda tez yuradi, qoidalarni buzib qo'yishi mumkin. Ularni ahmoq deyish kerak shuning uchun. Siz ularni ahmoq deyapsiz. Ular bir kunlik topgan puli o'zidan ro'zg'ordan ortmaydi. Ular ishlash kerak. Shuning uchun siz bilan olishgan ular vaqti yo'q. Siz o tepada lavozimda o'tirganlarni, xalq pulini yeyotganlarni, korrupsionerlarni siz gapiralasizmi? Sen yurt pulini yeyapsan, korrupsiya qilyapsan, 6 yil, 7 yil o'qiding, diplom uchun. Ahmoq deyalasizmi? Deyolmaysiz. Ular sizni bir kunda ko'vishingiz to'g'irlab qo'yishadi. Ularning qo'lidan keladi. Ular siz bilan olishadi. Nega ularning vaqti bor? Bu damaslarning vaqti yo'q. Ular ishlash kerak. Damas minarkan deb naqlik kamsiz tashlagan bo'ladi. Bitta ish qiyin. Tashlagan odamni tashlagan ishi ham bir xil bo'lish qiyin ekan. Siz shu bizga ikkingizni ham tashingizni ham bir xil qiling. Men endi tayoqni yetib yerkanu qolg'ani hokimlar yerkanda. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Biz ergashayotgan odamlar bunaqa bo'lmasligi kerak. Shu videoni atmetga qilib, imonni shu Shukrullo domlaning lichkalariga tashab qo'yinglar. To'g'ri yo noto'g'ri gapirgan bo'lsam, javoblaringni kommentariyada yozib qoldiring.